darsimiz esa bevosita amaliy qismiga o'tamiz. Demak, baniki mahraji juda ham oson. O'zimizning tildagi ba bilan o'xshash, ikki labning yumilishi, lekin bu yerda yuqorida o'tgan sifatlarimiz albatta qaror topish kerak bo'ladi. Ya'ni qattiq tegish kerak va p ga o'xshab qolmasdan jarang bilan chiqishlik kerak va hokazo. Uni hozir nimalarimizda o'tamiz. O'qish jarayonida b, bi, bu, ba harfi, demak, boshida yozilishi, o'rtada kelishi va oxirida kelishi. B, bi, bu. Bu yerda harakatlarga e'tibor beramiz deb oldingi darslarimizda ham ta'kidlab o'tgan edik. Buda e'tibor beradigan jihatimiz og'zimizni havo bilan to'ldirib yo'g'on qilib yubormasligimiz lozim. Bu deb talaffuz qilinmaydi. Bu, balki bu. Labimizni oldin yaxshilab yumib, keyin zammaga chiqishimiz kerak. Bu, b, bi, bu, b, bi, bu qilib yo'g'on talaffuz qilinilmaydi. Va ayni paytda o'sha pa bo'lib qolmasligi kerak. Bu jarang, ya'ni jahr sifatiga ega hams bo'lib pa, bi, bu bo'lib qolmasligi lozim. Ab, mana bu yerda ham qalqala bor, ham shadda bor. Ab ham jarangini bildirish kerak. Ab bo'lib qolmaydi. Ab, ibnu, ibnu, bintu, bintu. Bu yerda bintu deb o'qish ham mumkin. O'tgan darsimizda ham aytib o'tgan edik. Ixfodan xabari borlar bemalol t ga ixfo qilib bintu deb o'qishlari ham mumkin. Lekin boshlang'ichlar bintu deb o'qishlari ham mumkin. Baytu. Demak, yeni o'tgan darsimizda o'tgan edik. Rohova degan sifati bor, tez o'tib ketilmasligi lozim. Baytu bo'lmaydi, balki baytu, baytu, baynu, baynu emas, balki baynu. Roybu, ro yo'g'on, ye rohova, b ingichka. Roybu. Rani yo'g'on qilaman deb o ga moyil qilib olish ehtimoli bor. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Roybu bo'lmaydi. Yo'g'on qilaman deb roybu emas, balki ro, roybu. Zaynab. Yeni rohovasini bildiramiz. Zini jahr bilinish kerak. Zaynab emas, balki Zaynab. Bni qalqalasini ham bildirish lozim. Bar. Bu yerda ham barbar deb o'qilinmaydi. B ingichka, fathasi ham ingichka bo'ladi. R lekin oldi fatha bo'lganligi uchun yo'g'on. Bu yerda ham r ni yo'g'on qilaman deb bor deb o'qilinmaydi. Yoki b ni ingichka qilaman deb bar deb ham o'qilinmaydi. R ham ingichka bo'lib qoladi bu holatda. Demak, bar, b ingichka, r yo'g'on. Bar. Ayni paytda r da bayniya sifati bor. Bar bo'lib qolsa ham noto'g'ri bo'ladi. Bar ikkalasi bir xil talaffuz qilinishligi kerak. Bayrom, yeda bayniya bor, roda demak fatha bo'lganligi uchun yo'g'on talaffuz qilinadi. Mimda yeda rohova bor, mimda bayniya bor. Shuni bildirishlik lozim. Bayrom bo'lsa bo'lmaydi. Bayrom. Kuzatilishligi mumkin bo'lgan xatolar shuda asosan. Bayrom deb qo'yishligimiz mumkin. Mimmi g'unnaligi ham, bayniyasi ham bilinmay qolishi mumkin. Yeni rohovasi ham bilinmay qolishligi mumkin. Bayrom. Abrom emas. Minbar. Bu demak nani bayniyasini bildirib minabar qalqalaq qilmaslik kerak. Minabar qilib min bir muddat g'unnasini va bayniyasini bildirib, keyin ba ingichka, r yo'g'on. Bar, minbar. Endi tajviddan xabari borlar. Iqlob degan qoida bor, buni hali o'tamiz.
nunni mimga aylantirib o'qishlari ham mumkin. Chunki b ga yo'liqqanda nun mimga aylanib ketadi. Minbar. Bi amrayni. Bi amrayni. Hop, bi amrayni deyilmaydi. Ayni paytda harakatlarga ham e'tibor berishlik lozim. Hammasi haqqa ado qilingan holda chiqishligi kerak. Bi amrayni mimning bayniya sifati ro yo'g'on va yeda ham tez o'tmasdan raxovasini bildirish lozim. Rayni bo'lsa bo'lmaydi. Bi baytayni deb o'qish tez o'qishga kiradi. Bi baytayni yonma-yon ikkita bir xil harf kelganda sal sekinroq o'tib orasini ajratish lozim. Va shunda bu harakatning ham haqqi ado qilingan bo'ladi, kasrani va fathani. Bi baytayni. Ayni paytda bu yeni ham miqdori bir xil bo'lishligi lozim. Bi baytayni desa ham bo'lmaydi yoki aksincha bi baytayni desa ham bo'lmaydi. Bi baytayni n kasrasini ham yaxshi bildirib qo'yish lozim. Bi baytayni o'qisa bo'lmaydi. Bi baytayni cho'zilib ketyapti degan xayolga bormaslik lozim, chunki bi baytayni bo'lsa u cho'zilib ketgan bo'ladi. Lekin bi baytayni bo'lsa kasrani ana bu yerdagi harakat qanday ado qilingan bo'lsa, shunday haqqi ado qilinayotgan bo'ladi. Minbarayni bu yuqorida o'tgan minbarga aynini qo'shib qo'ygandek, demak mulohazalarimiz o'sha. Nun demak bayniyasi bilinish lozim. Min baroy ro yo'g'on, yeda raxova bor, bir oz ushlab keyin o'tamiz. Min baroyni tajvidni bilganlar nunni mimga qalb qilib o'qishlari ham mumkin. Zaynabayni va blarga e'tibor qaratamiz, jarangsiz bo'lib qolmasligi lozim. Bir qadar o'qib berishga harakat qilamiz. Bi bu ab ibnu bintu baytu baynu raybu zaynab barbar bayram abram minbar bi amrayni bi baytayni minbarayni zaynabayni. Bugungi o'tadigan